Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Sergeli Bobur mahalla turar joy majmuasiga kelganmiz. Sizlarga vibr qilib beraman. Xohlasanglar bunisidan oling, xohlasangiz bunisidan oling. Ikkalasini narxida 1,5 ming dollar raznicasi bor. Birinchi bundan obzor qilishni boshlayman. Men buni eshigini aytaman, to'g'rilab qo'yishadi inshaalloh. Xo'p, bu uyimizda 2 xona 63 metr kvadrat, to'g'ridagi ham 63 metr kvadrat, bunisi ham 63 metr kvadrat. Ikkalasining planirovkasi farqi bor. Birinchi, mana kirganimizda o'ng tarafimizda sanuzelni ko'rishimiz mumkin. Yaxshi holatda. Bu yoq tarafdan o'tamiz. Zalga maza qilaman, ishoninglar. Kattaligini qaranglar, bemalol 15 ta stol sig'adi. Oynadan shundoq qaraymiz, derazadan mana bolalar maydonchasi, dom oldini ko'rib turasizlar. Bolalar maydonchasi, mashina qo'yish uchun parkovkalar. To'g'rida 2 kilometr uzoqlikda dehqon bozor, mashina bozor bor. Bu yoq tarafga yurganimizda yo'l, yonginamizda Vdol daroga 300 metrda shundoq chiqasizlar. Yakkasaroy, Mirobod, Yashnobod ketaverasizlar. Bu yoqqa qarab ketsanglar, Abu Saxiy, Bekbaraka, Sergeli, yana qayerlargadir viloyatga chiqib ketsanglar ham bo'ladi. Endi ketdik. Uyimizning spalnisini ko'ramiz. Qani bismillah, mana uyimizning spalnisi ham xuddi shunaqa kattagina, katta tushgan tayyor patlush. Kelasizlar, ko'rasizlar, zaklatni berasizlar, bir kundan keyin oformlaydi joyiga. Ko'chib kirasizlar, mana to'g'ridagi qo'shnimiz ko'chib kirgan ekan, boya adashib eshigini tortib qo'ydik, chiqib turib, "Ha", dedi. Ming bor uzr, sanuzelni ko'rsatdik. Xo'p, endi esa bu yoq tarafni ko'ramiz, oshxonamiz. Svet yonarmikan, qani? Yonar ekanmi? Bor ekan-ku svet, hayot bor ekan-ku, elektr, gazi ham bor, sveti ham bor, hamma narsasi bor. Balkon ichiga oshxonada bo'lgani zo'r, mana. Shuna chiqamiz, balkon eshikdan qarab, xohlasanglar kofe ichasizlar, xohlasanglar mana shunaqa manzaraga qarab, mazah dam olib o'tirishingiz mumkin. Avtobus kanechkalar, maktab, bog'cha, poliklinikalar bor. Avtobus постоянный qatnaydi. Bu yoqqa o'tamiz endi. Bu uyimizning asosiy fishkasi mana bu yoq tarafda o'zini alohida yana bitta kladovkasi bor. Xohlasanglar bolalarga bitta xona qilib bersanglar bo'ladi. Bu uyimizda 16 qavatli domni 10-qavatida joylashgan 2 xona kladovkali deb so'raysizlar telefon qilganda, "Okey, kladovkali uyingiz bor ekan sizni Sergeli Bobur mahallada" desangiz, imенно mana shu uyni nazarda tutgan bo'lasiz. Kvartiramizning kvadraturasi 60 dan baland, pashti 63, dokumentalni 62 mi, 61 mi mana shunaqa chiqadi. Boshlanish to'lovi 23.500 dollar, 10-etajda joylashgan. Endi keyingisini ko'ramiz. Qani, keling, hurmatli operator. Bu uyimizning planirovkasi vobshe boshqa dunyo. Sekinroq. Vobshe boshqa dunyo. Mana keyingina bu uyimizda skvoznoy. Birinchi bo'lib bizani mana zalimizni kutib oladi. Domni yo'g'iga ham qaraysizlar, bu yo'g'iga ham qaraysizlar. Mana kengligiga qaranglar. Bu yoq taraf mana, bu yoqni ham ko'rsatib qo'ying. Xo'p, mana bu manzarani ko'pchilik ko'rib, atrof zavod ekan, tuda deyishyapti. Bitta narsani aytaman, bu atroflarni hamma yoqni domni solib yana cho'tki qilib qo'yishadi. Endi vaqt ko'rsatadi buni. Yashab tursak ko'raveramiz. Biz ham bilmaymiz, to'g'risi. Aytib qo'yamiz videoga. Xo'p, uyimiz bu yoq tarafda oshxonasi. Oshxonasi kattagina, mana oshxonasiga real maza qilaman. Kattagina, bemalol stol, divan, kreslo, televizor, xolodilnik, kir mashina, hamma narsani tiqib olsanglar bo'ladi. Bu yoq tarafda mana o'zini balkoni bor, do'stlar. Bu uyimizning kvadrat kattaligi, planirovkasi eng zo'r planirovkaligini hisobiga boshlanish to'lovi qimmatroq, 1,5 ming dollar qimmatroq bundan. Nargi uydan. Mana shu anaqa, most. Ko'pchilik ana shu Sergelini mana shu mostdan taniydi. Lekin bu yerga hidi kelmaydi. Bir kelib qolish ehtimoli bor, lekin domozda yashab turgan odamlar mana keling, bu yoqqa keling, isbot tariqasini ko'rsataman. Uje kadastrlar berish boshlagan. Xo'p, birinchi sanuzellarni ham ko'rsatib o'tib ketay. Bu yoq, mana hojatxonasi, yonginasida o'zini dushovoyi. Xo'p, uyimizda to'liq topshirilgan, kadastrlari chiqqan. Bir kunda xohlasanglar oformlayni qilib beramiz. Pastga ko'rsatib qo'yaylik mana. Odamlar yuribdi. Mana uje odamlar ko'chib kirib yashayapti mana. Xudoga shukr. Bironta yomon o'tsuv eshitmadik. Hammaga mana sotganmiz, kelib yashayapti. Vaqtida bu yerdan arzonroq ham uylar chiqardik. Mana hozir uylar soni kamaygani sababli qimmat chiqyapti. Bizga farqi yo'q. Sizlar uyli bo'lib qolinglar deb harakatdamiz. Pastda nomerlar bor. Uylarimiz yoqqan bo'lsa,
Xursandman, like bosib qo'yinglar, fikrlarni, savollarni kommentga yozib ketasizlar. Xo'p, bu uyimizda 9-etajda, 16 etajga dom, 9-etaj, 2 xona skvoznoyni so'raysizlar. Telefon qilib, Shohruxjon, skvoznoy uyingiz bor ekan, 9-etajda. Boshlanish to'lovi 24 ming ekan. O'sha kerak edi, o'shani ko'rmoqchiman desanglar, kelib bemalol ko'rsatamiz. Birlamchi ipoteka oylik to'lov 6 million 400 ming so'mdan chiqadi. 24 ga 35 ming dollar qo'shsanglar, uyimizni to'liq tan narxi kelib chiqadi. 59 ming dollar. 62 kvadrat tayyor remont, bitta srazi оформление, srazi kadastr. Pastda nomerlar bor, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Xo'p. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.